o'rtoqlar, sizlarga hozir bitta formula beraman. Shikkarni ishlab beradi. Yozinglar. Maqsad plus harakat teng natijaga. Bu qanaqa ishlaydi? O'rtoqlar, siz nimadir maqsadga erishishingiz uchun siz harakat qilishingiz kerak. Lekin odam o'zini harakatga olib kelishi juda ham qiyin-da. Harakat qilish ehtimolingiz oshishi kerak. Harakat qilish ehtimolingiz qachonki bu yerdagi maqsadingiz realniy sizga kerak bo'ladigan sizni maqsadingiz bo'lsa, birovlarniki emas. Kimdir iPhone tutyapti, o'shaning uchun shuni tutishim kerak. Kimdir tam katta uyda yashayapti, o'shaning uchun yashashim kerak emas. Uyga siqilib qoldik hammamiz oila. Отдельно chiqishim kerak. Avtobusda yurishga qiynalibman, mashina olishim kerak. Mana shunga o'xshagan realniy o'zingizni потребностingizni topasiz, bu sizning mukofotingiz bo'ladi. Mukofotni qiymati siz uchun baland bo'lsa, mukofotni qiymati ko'paytirilgan rejani aniqligi, ya'ni harakatingizni aniqligi. Harakat qilishingiz uchun вообще bilim kerak sizga-da. O'sha bilim bor bo'ladigan bo'lsa, keyin harakatingiz точный bo'ladi. Harakatingizni aniqligi va o'zingiz qila olishingizga bo'lgan ishonch kerak mana bu yerda. Maqsad plus harakat teng natija. Nima natija kutayotgan bo'lsangiz, o'shanga qarab harakat qilasiz. Sizlarda bormi maqsad? O'sha maqsadni qanaqa harakat bilan amalga oshirishni bilasizlarmi? Natijada nima olishinglarni xohlashinglarni bilasizlarmi? Postda yozinglar, gaplashamiz. Обязательно har bittanglarga javob beraman.